Pulsiz o'tirish jonga tegdi. Endi turib pulsiz yuraman. Yo'q, yaxshimisan? Jak, qalay tinchmisan? Avval eshikdan chiqib olay, keyin ko'rishamiz. Dabba, qalaysan? Tinchmisan? Yaxshi bo'ladi. Nima gap? Nimaga kelding? Bitta pullik ish bordi, pullik ish kerak degan eding. Qanaqa ish ekan? Nomeri bormi? Nomerini berchi. 99 999 99 99 yozib olgin. O'zi yozib olishlik nomer emas ekan, u eslab qoldim, bo'ldi. Mayli, unda gaplashib ko'rgin. Qancha pul berar ekan bu? $1000. Oho, dahshat, bo'pti ishlayman, mayli. Yomon ish bo'lmasa bo'ldi, bo'pti, sog' bo'l, bratishka, Mayli. kartoshka. Bo'ldi, endi gaplashib ko'rishim kerak. $1000 bersa, oho, 12 million so'm, ha. Biroz yomon ish-ku, lekin pul zarur-ku senga. Qanaqa yomon ish? Salgina dori tashish ekanda. Yomon ekan, rostdan ham ko'zingni nima qilsayapsan menga? Ko'zim og'riyapti, ketdimi? Bor, dori qo'ygin, doktorga ko'rinasanmi yo borib tikuvchiga ko'rinasanmi bilmayman, tikuvchiga nimaga ko'rinasam bilmadim. Barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan yana Jo'xa va nima qilishni bilmayotgan Jo'xa, pulsizlikdan o'tirgan Jo'xa, kapangada bo'lgan Jo'xa deymi? Yo'q. Hozir o'sha bratan bilan gaplashib turib ish topib bersa, ishini qilishim kerak. Lekin dori tash deyapti. Qanaqa yomon dori tash bo'lsa, ishlamasligim kerak. Lekin pul zarur, chunki qarzim bor. Qarzimni uzmasam bo'lmaydi. Kimdan qarz bo'lganimni ham esimdan chiqarib qo'yganman, chunki ko'p kishidan qarz bo'lganman. O'sha qarzlar uzib olsam, keyin asta-asta normalni o'zim uchun foyda qilish uchun ishlab boshlasam bo'laman. Bloklarda kimdir buzib ketibdi, dabdalasini chiqarib. Hozir ko'chadan blok olib kelib turib sozlab yorishim kerak. Polizda ishlasham, to'g'risini aytsam, jonga tegib ketgan. Kun bo'yi polizda ishlash kerak. Shu polizni yo'qotib yorishim kerak. Nima qilib bo'lsa ham polizimni agar yo'qotib yorsam, solig'im to'lamayman, ishlamayman ham, keyin kun bo'yi g'irt bekor o'tiraman. Lekin g'irt bekor o'tiraman bo'lmaydi. Bekorchidan xudo bezor degan. O'shaning uchun bekor o'tirmasligim kerak. Hozir nechta blok etsam yetarkan, 3 ta etsam yetarmi? Mayli 4 ta qilib betayin, juft qilib betayin, amal toq qilib betaman. Lekin mayli 5 ta qilib boraman, baribir ortib qoladi 100%, chunki bilaman-da. Uzoq 3 ta ishlataman. Bu yerda 3 ta uzoq bloklar bor titilgan. Bitta mana bu yerda mana ildiramiz bu yerga. Nima ildirmadi? Bo'ldi mana. Bu yerga ikkinchisini, uchinchisi, 4 ta ekan u. Cho'ta 5 tami deyman-a? 4 ta ekan, ko'ryapsizlarmi? Bilaman. Bitta ortib qolar ekan. 3 ta ortib qoladi deganim, adashgan ekanman. Adashilmovchilik bo'lib turadi. Katta davlatlarda ham kichik xatolar bo'lib turadi, lekin meni xatoyim juda kichik emas-da, kattagina xatocha. Xatocha katta bo'lgandan keyin xatocha bo'ladimi? Qaranglar gapni. Hop, mayli. Lekin ana bratan rostdan ham menga $1000 bersa agar oddiy ish uchun men millioner bo'lib ketaman-ku. Mayli, yaxshi bo'lardi millioner bo'lib ketsam. Qarzim o'zi $1000 emas, $800. $200 o'zimda qolar ekan. Normal soqqali ishga o'xshayapti, lekin dori tashish ekan. Yomon dori bo'lmasa bo'lgani, hozir boramanda bilib kelaman. Lekin yomon dori bo'lsa aniq tashimayman deyman, chunki yomonlik qilish bu vobshe yomon narsa. Yomonlik qilishni hech kimga maslahat bermayman. Mana bloklarni nima qilish yeri qoldirib ketaymi? Yo'q, yaxshisi musorga olma, qayergadir uzoqroq otib yuboraman. Ammo bratan bilan gaplashishim kerak telefonda. Kesin tezroq kelgandan keyin ish beradimi, yo'qmi bilmadim. Ishda so'rayman-da, qarochi, bor-u, to'g'risi boshim og'rib ketyapti. Chunki kechasi bilan uxlaganim yo'q. Pulni qayerdan topayin ekan deb o'ylanib chiqdim. Hop, telefon qilaychi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yigitcha, qalaysan? Yaxshi, men ishlamoqchi edim. Jak aytgandi. Sen Jo'xamisan? Xuddi o'zi. Bo'pti, hozir yoningga boraman. O'zim borsamchi? Yo'q, men boraman, kutib tur. Mayli, keling, unda uyimda bo'laman. Bo'pti. Faqat biroz yomonroq ish qilasanmi? Qanaqa yomon? Borganimda tushuntiraman. Mayli, lekin qanaqa yomon ish bo'lishi mumkin? Lekin vobshe yoppa yomon ish bo'lmasa kerak, har qalay. Bo'pti. Notebookim nimagadir ochilmayapti. Yaxshi, endi ochildi. Men buzilib qo'yganga o'xshadi. Atak javnaqa buzilmagan ekan, bratan keldi shekilli, telefon qilyapti. Hozir ko'chaga chiqayinchi, kelgan bo'lsa kerak rostdan ham. Eshigimni ochaman. Bratan. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xullas, quyidagi ishni qilishing kerak. Ya'ni men senga qutib beraman. Ichida sigaret va dorilar bor. Sigaret yomon narsa-yu. O'shani bilaman yomonligini. Sen sigaret chekadigan odamlarga tarqatasan buni. Nimaga? Men sigaret chekishga ularga yordam berishim kerakmi? Yo'q, tushunmading. U sigaretni chekkandan keyin dorisi bor. O'sha dorisini ichishga majbur qiladi. U dorini ichgandan keyin umuman sigaret chekmaydigan bo'lib qoladi. Tushunyapsanmi?
Ha, demak kashandalarni yo'q qilish xizmati. To'ppa-to'g'ri topding. Ya'ni biz sigaret chekadigan, mana shunaqa yomon narsalarni chekadigan odamlarni davolamoqchimiz. Ha, demak ularni chekmaydigan qilib qo'ymoqchisiz, shundaymi? Ha, shunaqa. Juda ham ajoyib, lekin o'zingiz ham sigaret chekadigan odamga o'xshar ekansiz. Ha, yo'q, men ham chekardim. Mana shu dorini ichgandan keyin chekmaydigan bo'ldim. Ha, bo'pti bratan, mayli, unda ro'yxatdagilarga tarqataman. Ha, shunaqa ro'yxatdagilarga tarqat. Aha, mayli, unda bir amallab eplashtirishga harakat qilaman. Rostdan ham yaxshi ishga o'xshayapti, yomon ish emas u, yomon ish deyishgandi. Nima bo'lsa ham baribir qilishim kerak, lekin yomon ish bo'lganda rostdan ham qilmayman derdim, chunki yomon ish bu yomon ish. Hozir ro'yxatdagilarni tarqatib chiqishim kerak, lekin bu yerda qandaydir g'alati blok qo'yilganmi shekilli. Bir pasaya bir tepaga chiqib yotibdi. Mayli, hozir tak buning ichida nima borligini tekshirishim kerak birinchi o'rinda. Xo'p, ichida sigaretlar va dorilar. Kokain? Kokain yaxshi dori emas u. Demak, sigaret chekadiganlarni chekmaydigan qiladigan dori ekan bu. Yaxshi, sizlarga ham maslahat bermayman sigaret chekishni, chunki bu juda ham yomon narsa. Juda yomon narsa. U narsadan uzoqroq yurish kerak. Biz qishloqda barcha sigaret chekayotgan aholini yo'q qilmoqchimiz. O'shaning uchun bu dorilarni beramiz. Ya'ni bu dorini ular ichgandan keyin chekmaydigan bo'lib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Lekin birato'la ularni yo'q qilib yuborishimiz mumkin edi-ku, lekin ularni shunchaki dori bilan davolamoqchimiz. Ya'ni yo'q qilish deganda ularni yo'q qilish nazarda tutiladi. Biz esa yo'q qilmaymiz. Xo'p, birinchi o'rinda ro'yxatdagi birinchi odamdan boshlab tarqatishni boshlashim kerak. Nima edi? Hozir bu yerdan kaltnob uyni qulflab ketay, chunki uyimda pullarim, boshqa narsalar, pulim yo'q, aytgancha pulim o'zim bilan u. Mayli, endi notebookim bor, kimdir o'g'irlab ketishi mumkin. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma deyishgan. Qo'shnim o'g'ri emas, lekin mani. Hop, birinchi manzil. Demak, bratan, assalomu alaykum. Va alaykum, Kejoqa. Siz sigaret chekardingizmi? Ha, chekaman. Mana sigaretni olasiz, dori qo'shilgan, sigaret chekish tashlavorasiz shu bilan. Zo'r ekan, kakras qutulaman sigaret chekishdan. Ko'ryapsizlar, mana odamlarning o'zi joniga tegib ketgan sigaret chekish. O'zi chekishni xohlamay qolgan odamlar. O'shaning uchun bularni chekmaydigan qilib chiqyapman asta-asta. Bratan, sigaret chekarmidingiz? Ha, chekaman, berchi. Beramanda, umuman chekmaydigan bo'lasiz buni chekkaningizdan keyin. Nima unaqa? Dori qo'shilgan. Yaxshi bo'lar ekanda, kakras o'zi bir dunyo pulib ketayotgandi. Pul ham berdingizmi? Ha, tezroq qutulsam yaxshi bo'lardi, pul ham berdim senga. Rahmat, juda ham zo'r bo'ldi. Qaranglar, kakras pul ham ishlab olsam bo'lar ekan. Odamlar o'zi kakras sigaretdan qutulishni o'ylab yurishgan ekan. Ularga katta yordam beryapman. Sizlarga ham yordam kerakmi? Yo'q, sizlar chekmanglar, umuman chekmanglar. Kerak emas narsa. Birodar, menga qarab oling, bir qarab o'ting bizga Jitiljon. Ha, nima gap? Sizga sigaret berib yuborishdi, dorilangan ekan, ya'ni qutular ekansiz, shuni chekmaydigan bo'lar ekansiz. Rahmat senga. Buni nima qilaman? Agar tashiy olmasangiz, o'shanda bunisini chekasiz. Bo'pti, men undan senga 2 ta pul. Rahmat, men boyib ketaman, biratan bo'pti, sog'ayib keting. Yaxshi, mana shunaqa qishlog'imizdagilarni, kashandalarni yo'qib chiqamiz va men millioner bo'lib ketaman. Yaxshilik qilyapman, bu yomonlik deyilmaydi. Yomon ish degandan u yaramas kim edi? Yo'q, yaramas emas. U Jak shogirdim, yaramas bo'lmaydi u. Janob, sizga pochta bor edi. Qanday pochta? Dori, mana dorini ichganingizdan keyin kashandalik tashlaysiz. Rahmat, kakras qutula olmay yuruvdim. Yaxshi, juda ham zo'r. Juda ham hammasi xursand bo'lyapti. Nima bunaqa? Realni hammasi o'zi tashashni orzu qilib yurgan ekan. Birodan chekmaysizmi? Chekardim, avval tashadim. Malades, mana shunaqa tashab yuring doim. Mana bratan ham cheksa kerak. Bratan, sizga pochta bor. Qanday pochta? Men o'zim pochtachiman-ku. Sizga bu marta men pochta olib keldim. Sigaret cheksangiz, umuman chekmaydigan bo'lasiz. Dorilanganmi? Kakras bilar ekansiz o'zi. Bo'pti, rahmat, Jo'xa, qutulayotgandim o'zi. Qutulayotganmidingiz, qutulolmayotganmidingiz o'zi bilasiz, lekin qutuling tezroq. Xo'p, hozircha $50 ishlab oldim. Juda ham yaxshi. Endi qolgan narsalarni ham tarqatishim kerak. Nechta qoldi ekan hozir ro'yxatda? Tak, mana shu yerdagi binoga ham bitta aytilgan ekan, ichida odam yo'q. Odam bo'lmasa, bu yerga tashab ketsam, yosh bolalar o'ynashi mumkin. Yosh bolalarga bu narsa mumkin emas, chunki yosh bolalar chakmaydi, chakadigan odamlarga beriladi bu chakishdan qutulishi uchun. Chakmaydiganlar esa o'zi chakmaydi, aniq. Mehmonxonada odam yashaydi, birorta ham odam yashamas ekan. Mayli, hali ko'chib kelishmagan shekilli. Qayerda odam bor ekan? Men bu yerdagi odamlarga bunga berdim. Tamam, bu jitellarga beraymikan? Bu jitellar chekarmikan? Birotanlar, chekmaysizlarmi mabodo? Nima edi? Dori kelgan sizlarga, chekmaydigan qiladigan dori. Ber, kakras kerak edi bizga.
Ha, mana $10 berdingiz, rahmat, thank you. Tak, necha kishi qoldi? Necha kishi qolganini brat chekar ekansiz bilaman, chunki og'zidan badbo'y hid kelyapti. Mana uni dorini ichib olasiz, badbo'y hid ham yo'qoladi. Bratan, qochib oldingiz, kerak emasmi? Men chekish tashlamoqchi emasman. Tashiysan, tushundingmi? Tashiysan, majbursan tashashga. Bularni majburlab tashattirmasa, cho'ta tashamayman deyapti. Yana qayerda bor? O'sha yerda Yamal bilan Neymar yashaydi. O'shalar chakmasmikan? Chakmasa kerak ular. Men bratanga bergandim. Bratanni ro'yxatdan o'chirish esimdan chiqibdi, o'chirib qo'yayin. Xo'p, keyingisi. Bu tomonda odam yashamas ekan. Odam yashaganda berib ketardim. Bu yoqdachi? Bu yoqda ham odam yashamaydi. Nahotki odam yashamasa? Tak, bu tomonda bu yoq bashniya, bu yoqda odam yashamasligi aniq. Yamal bilan Neymar ham chakardi. Neymar qani bratan? Ko'chib ketdim, men uyni sotib oldim. Yaxshi ish qilibsiz, lekin sotib olib noto'g'ri ish qilibsiz. Nimaga? Qanday sotib olasiz? Men jiyaniman. Bo'pti, chekish tashlang brat, kerak emas. Chekib o'tirmang, o'lib ketasiz. O'ldiradigan narsa bu, kashandalik yomon narsa. Yaxshi, Neymarni jiyani ekan. Neymarni o'zi ham chekardi. O'zi ham bo'lganda o'ziga ham berardim. Hop, kim qoldi? Menimcha hech kim qolmadi shekilli ro'yxatda. Bitta ikkita odam bor ekan hali ham. Hop, kech bo'lib ketdi, o'zi ham bor. Kun bo'yi shu narsalarni tashib tugatib charchadim nihoyat. Nima qilsam ekan endi borib конечно dam olaman. Qarzimni to'lashim kerak edi, bratam. Assalomu alaykum brat. Nima gap? Tarqatib bo'ldingmi? Tarqatib bo'ldim. Mana menga berilgan pullar. Bu pullarni o'zingga olib qo'y. Nima uchun? Bu seni qo'shimcha ish haqqing. Yo'q, menga kerak emas, bratan, axir menga $1000 bergansiz-ku. To'g'ri, lekin baribir olishing kerak. Mayli, bersangiz rozi bo'laman. To'xtab tur. Men senga hammasini bermayman, yaxshisi bir qismini beraman. Bering, mayli, bersangiz tezroq. Faqat kech bo'lib ketdi, charchadim, dam olishim kerak. Nahotki nima ish qilib charchading? Nima ish qildim brat? Hozir o'ynaganim yo'q, kun bo'yi siz ishingiz bilan yurdim-ku. Mana senga bo'ladimi? Bratan, 1,5 ming berib yubordingizmi birdan? Yo'q, 2,5 ming berdim. Rahmat brat, nahotki shuncha pul? Biz kashandalarni yo'qotishimiz kerak, muhimi. Rahmat, juda ham yaxshi odam ekan, menga juda ham yoqdi. Lekin qora tanli ekan, endi qora tanli degan narsa yo'q. Bratanlar hamma odam bilasizlar. Lekin $3,5 pulim bor. Lekin bratanni rostdan ham xarakteri menga juda ham yoqdi. Tak, uyimda qulfini ochmasdan kirib ketyapman. Qulfini ochib kirish kerak-ku, to'g'rimi? Bu pullarni men bu yerga qo'yib qo'yaymi ekan qurolimni oldiga. Mana shu yerga oshirib qo'yaymi ekan, yo bu yerga qo'yaymi? Farqi yo'q, ro'yxat topib ketmabdi bratam. Bu nima edi bu? O'rgimchakni ko'zi-ku bu. Bo'pti. Xo'p, ana endi pulni pechga hisob qo'yaman, yonib ketmasa bo'ldi. Yonib ketmasa kerak, axir yonadigan pechka emas, yondiradigan pechka emas. Bo'ldi. Endi uxlab dam olaman, короче.